Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli mo'min musulmonlar, qandaysizlar? Amansizlarmi? Mana bismillah deb jumuşqa chiqdik, mashinani qizdirdim. Saat 9'dan 50 minut o'tdi buyursa, hozir zapravkaga borib 30 litr benzinni quyib olib kechgachayin ishlayapman. Bugun 30 dekabr 2021-yilning oyog'i. 31 yanvar kunlari Manavul Moskvadagi imonsiz mahluqlar bayramdaydi. Mas bo'ladi, o'shondiqdan taksistlar jamoati avaylab ishlayingizlar. Konfliktli situatsiyalarda mumkin bo'lishuncha избегать etib, mushtlashib, narjaq berjaq qilmay ish qilingizlar. Bu imonsiz mahluqlardan arbalani kuchcha bo'ldi. O'zlari sayin olotdagi kishini qattiq bir guruh deb qo'ysam, сөйлеп qo'ysam, jugurib borib yozib berib qo'yadi. Hozir заявление tushsalar уже по факту дело ochilatiram qolgan Rossiyada. Заявление qaytarib olsa, bitdi degan narsa yo'q. O'shondiqdan avaylangizlar. Это именно taksistlar. Потому что Mostar o'zingizlar bilasizlar, mana Жаңа жыл, Новый год degan bu imonsiz mahluqlarning bayramlari boshlandi. Жаңа жыл deganda bu eng bir boyag'indayda больной temada bo'lsa, musulmonman deganlarda ko'rsam, baya Ded Morozning shapkalarini kiyib olib ishlashib yuradi. Это уже nexarasho odam aytganda. Mendagi kafirlashlar bilanman degan ma'noni bildiradi. Qizil shapka kiyganlar. Pesinglar bordig'inda etenglarga javob qila. Так что ishni boshlaymiz onda. Так, заправканы дағы qildim mana. Saat ровно 10 bo'ldi. Ошол менен түнкү 12:1 чейин ишти катырабыз эми. Кана, бисмилlah. Sizlarga birlikte ko'rsatayın dedim elə. Рейтинг 5, уровень серебро. Уже bir kundan keyin platina qo'yaman. Так, sen influencer bir менен mayli halol sonda. Bismillah. Немесе birinchi zakazga ketdik. Bir zakaz aldım, короче, долгие поездки 2 saat 10 minut ko'rsatdi. Hozir ham klientga ketdim, 10 minutda ko'rsatib o'tadi. Отказ qilmay пока boraverayinchi. Bir какой-то там коттеджный bir bala, короче. Ақшасы нормальный bo'lishi kerak, по-моему. Boraylikchi, но после поездки ko'rsataman inshaalloh. Так, 3-подъездga keldim. 3-zakazga то есть. Mana долгая поездка degan zakazga keldim. Jetkirdim уже. 2 saat 44 minut. 2 saatda keldik. Просто men yo'lda DTP bo'ldim, то есть peshoqotga to'xtasam arqamdan kelib bir o'ris süzdü, bamperdi, sindirdi. Endi sekin shara qaytaman. Короче, avariya bo'ldimda. Peshoqotga to'xtadik hali. То есть men oldimda 2 mashina bor edi. Bu orqadan keldi-da, telefon chiqilib o'tirib kelib uspet etmay qoldi. Kelib turib urdim anani. Вот. Короче, bunday to'qoy yerga keldim-da. Dördüncü zakazda aldım. Bugün zakazlar жирный zakazlar bo'ladi. Qana qayoqqa boradi ekanmiz? Короче, sentrga 1 saatlik yo'l ekan, 30 bizim mallar. Onun için çıkarmayacağım. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh.
Bugün ballarımız başımız var hele bana. YouTube'a çağırsana artık. كن كغيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عم البوادي والحواطر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Mana oşantip saatdagı 12'den 7 minut öttü. Bugün men akırkı zakazdı 7'de bitirdim. Erteminden 10'da başlap keçki saat 7'de bitirdim. Общая summa 6764 rubl işleptirmen. Bugün dostlar menen aşımız var ele. Aştan çıkıp hazır uyga kettim. Andemese keyinki rolikte görüşkünче. Всем assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.